Davlat xaridlari orqali oddiy insonlar ham qo'shimcha daromad topsa bo'ladi. Bu qanday tartibda bajariladi? Davlat xaridlari birinchi navbatda tushunish kerak, bu nima? Davlat xaridlari, deylik, maktabmi, bog'chami, больницami, militsiya, boshqa bir byudjet tashkilotlarimi o'z ehtiyojlari uchun mahsulotlarni yoki tovarlarni aynan davlat xaridlari orqali xarid qilinadi va xarid qilgan paytda ham bu yerda yetkazib beradiganlar asosan tadbirkorlar bo'ladi yoki xizmat bajaruvchilar hisoblanadi. Tadbirkor bo'lmasdan ham bu yerda ishlash mumkin. Ya'ni siz tadbirkorlarga brokerlik xizmat ko'rsatish kerak. Klining xizmatlari hozir bor davlat xaridlarida. Ya'ni bankni ishini tozalash holati klining deyiladi. Aynan ishini 1 oylik, 1 yillik tozalashni ham aynan davlat xaridlari orqali ular tadbirkorlar xizmatini sotib oladi. Bundan tashqari davlat xaridlarida ishlash imkoniyati juda ham ko'p. Davlat xaridlari qamrab olmagan sohani o'zi yo'q. Har bir sohani qamrab olgan. Xarid.uzak.uz saytiga kirsangiz, to'liq ro'yxati chiqadi. Qaysi tashkilot, qaysi byudjet tashkilot nima xarid qilishga tayyorligi bo'yicha hammasi yozib, parametrlarigacha kirgizgan bo'ladi.